Putindan ko'ngli qolgan Tramp Amerika Qo'shma Shtatlarini eng qudratli armiyaga aylantirish payiga tushdi. Rossiya Ukraina mojarosiga bir aralashib, bir uzoqlashib, Zelenskiyni ham arosatda qoldirgach, endi rosmanasiga urushni bir sutka tugul bir yilda ham to'xtata olmasligini tushundi. Buning uchun Trampning istaklarini bittada bajo keltirib qo'ymaydigan kam sonli prezidentlardan biri Putinning qaysarligi kerak bo'ldi. Yodingizda bo'lsa, Zelenskiy Trampning ikkinchi prezidentlik davri boshlanganidan keyingi ilk uchrashuvda Oq uydan ta'na dashnomlar bilan ketishga majbur bo'lgan edi. O'shanda Bayden hukumatini tinimsiz tanqid qilgan Tramp xuddi Bayden kabi Ukrainani boqish niyatida emasligini ma'lum qiladi. Prezidentlik davri boshlanganidan yarim yildan ko'proq muddat o'tgachgina Putin bilan ko'rishgan Tramp unga izzat-ikromdan boshqa hech narsa qila olmadi, ya'ni so'zini o'tkaza olmadi. Endi esa vaziyat o'zgarmoqda. U tobora Ukrainaga yaqinlashyapti. Wall Street Journal taqdim etgan xabarlarga ko'ra, AQSh Rossiyaning energetika infratuzilmasiga uzoq masofali raketalar bilan zarba berish uchun Ukrainaga razvedka ma'lumotlarini taqdim etadi. Ayni masala Ukrainaga uzoq masofali qurollar berish imkoniyatini ko'rib chiqish jarayonida Tramp ma'muriyati tomonidan qabul qilingan. Bu orqali AQSh Rossiyani asosiy daromaddan sezilarli darajada mosuvo qilmoqchi. AQSh faqatgina bu bilan cheklanmayapti. Ukrainani o'ziga qalqon hisoblashni boshlagan Yevropa mamlakatlaridan ham shu ishni qilishni so'ramoqda. Tramp NATO davlatlarini Rossiyadan neft olmaslikka chaqirgan bo'lsa, endi razvedka ma'lumotlarini ulashishni so'rayapti. Bir necha kun avval Tramp AQSh harbiylari bilan uchrashar ekan, unda ham Rossiya-Ukraina mojarosini yodga oldi. Uning fikricha, urush xotima topishi uchun eng avvalo Volodymyr Zelenskiy va Vladimir Putin uchrashishi kerak. O'zbekona aytganda qarz ikki qo'ldan chiqadi demoqda Tramp. Shuningdek, AQSh Rossiya qirg'oqlariga suvosti kemasi joylashtirish istagida. Tramp aynan shunday buyruq bergan. Bundan tashqari Putindan ko'ngli qolganini ta'kidlagan Tramp AQShning yadro arsenali modernizatsiya qilinganini eslatib o'tgan, go'yoki dushman tarafni qo'rqitmoqchidek.